Birinchi bo'lib Telegramga kiramiz. Mana o'zim tayyorlab qo'yganim video uchun. Bugun 30-iyun soat 3:15 da mana men startda bosganman. E'tibor berib qarab turasizlar. Start tugmasini bosganman, spam info botga kirib va bu yerda menga mana 5-iyul 2021-yil soat 11 gacha spamdaligim haqida xabar kelgan. Vaqti mana 15:15, e'tibor berib turinglar. Va men ba'zi bir telegramlarda bir narsani aytib o'tay. Yoki plus yoki telegram bo'lsa, eto oshib degan belgi turadi pastda. Agar u yo'q bo'lsa, o'zingizlar shu so'zni yozasizlar. O'sha vaqt o'zida yoki keyinroq yozsa ham bo'laveradi. Yozganinglardan keyin sizlarga atvet keladi. Ruscha atvet keladi. Va undan keyin da deb javob qaytarasizlar. Yana sizlarga atvet keladi. Undan keyin net nichего подобного не было degan so'z yozishinglar kerak. Aytib o'tganimda yuqorida bu narsalar telegramimizga bog'liq. Infobotga kirganlardan keyin shu botda o'zida ham bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib eto oshibga yozib bo'lsa agar shu so'zlar o'zlari avtomatik chiqadi, chiqmasa shularni yozsanglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Yozganinglardan keyin vaqtga qaranglar 15:15 hali ham men spam bo'lganim 15:15 da kelgan xabar. Bu yarim soat oldingi ma'lumot. Undan so'ng sizlarga yaxshi biz sizni ishingizni ko'rib chiqamiz. Boshqa bir savol yoki fikringiz bormi degan so'rov yuboradi sizga. Va undan so'ng sizlar o'zingizlar I am not spammer degan yozuvni qoldirib stiker, mana bunga o'xshash stiker yuborasizlar. Ekran turibdi. 15:15 vaqt hali ham. Keyin biroz kutasizlar, 20 minut, yarim soat kutasizlar va yana qayta shu spam info botga kirasizlar. Mana men kirgan vaqtimga e'tibor beringlar. Startga yana bosganman, o'sha 15:40 da kirganman. Start yozuvini tagida turibdi va bizga xushxabar keladi. Vash akkaunt botni, ya'ni biz akkauntimiz spamdan chiqdi.